Kilişken qanday etdi? Qo'shildi. Aqi. Mana qanur o'zi. Atlaman aqi. Qo'shil suylab qo'y bir ikki. Aka otım chiroyli olib ketdi hozir. Aynib ketaman hozir. Aka aka shuncha odamning ichida sizga nasib ekan aka. Ha. Shu otni yaxshi kunga mining aka. Sizga yaxshi ot bo'lib bersin. Xudo xohlasa uyat qo'ydi aka. Shu olni ol shu yerda. Hozir. Bo'ldi, qanday qo'ying aka, turib. Qanday qo'ying bo'ldi. Mayli. Aka shu bergan bo'lsa rozisizmi? Men roziman. Otga sen rozi bo'l uka. Men roziman aka. Sizga yaxshi ot bo'lib bersin-la. Bak. Barakas. Bor. Shuncha odamlar sizga nasib ekan aka. 5 minut kech qolganingizda telefonni o'chirganingizda qolib qoladi. Nasibda, nasibda. Sizga nasib ekan aka. Mayli. Yaxshi kunga mening aka. Hop, rahmat. Sizlar ham boshlangan aka. Akam o'z 5 yil boshlangan turgan bo'ldan hozir aka. Uni beraymi, uni qo'yib qo'ysana. Uni beraymi, qaraymi. Qayerda chiqdi? O'sha yerda yuborgan chiqaradi aka bu. Yer tegar mol qo'ying aka, shu moyda olib ketdi. Bo'ldi, egar bilan. Ha, yo'lda turadi men. Ha, juyondan olib kelamiz. Yuvandan yetyapti. O cipsi neler falan alıp koy. Aka üstleri qanday ekan? Yaxshi. O'ta to'lay. Boshlangan aka, rozi o'g'il aka, otni ko'rdim. Rozi bo'la qolsa. Biroq jamoat olganmiz aka. Rahmat. 10 ta odam bo'lsa 10 tasini cho'dron otiladi bu. Bitta baraka qilib qo'yiladi ana shu. Rozi bo'ling, ha? Bo'pti. Bergan bo'lsa rozi bo'ling. Shu jadal cho'y. O'tirdik, xayr